Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Aviatsiya jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. O'rtoqlar, sizlar bilan yangi bo'lim allergiya boshladik. Ya'ni boshqacha qilib gipersezuvchanlik desak ham bo'ladi. Allergiya haqida gaplashib chiqamiz. Juda ham keng qamrovli, juda murakkab bo'lgan patologiyani umumiy qismini juda ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi o'rtoqlar. Bundan oldin sizlar bilan ko'rdik, yallig'lanish, isitma. Ularni ham murakkabligini ko'rdingiz, lekin ularning murakkabligi buni oldida hech nima emas, chunki bu juda ham murakkab. Xo'p, ketdik. Allergiya. Allergiya nima? Allos boshqa, ergiya ta'sir. Ya'ni boshqa ta'sir degan ma'noni anglatar ekan. Xususiy to'qima zararlanganda kuzatiladigan organizmning immun reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni bizdagi o'zimizni hujayra zararlanganda shunga qarshi immun sistema shu reaksiya bilan chiqadi allergiyada. Bu organizmning antigen tabiatli moddalar ta'siriga sifat o'zgarishlari bo'lib, turli struktur va funksional buzilishlar chaqiradi. Bu allergiya yomon. Bu qanaqa? Shu organizmga antigen tushdimi? Tasavvur qiling, mana shu antigen desak, bu antigenga qarshi antitana ishlab chiqaradi. Endi bu o'zi ishlab chiqargan mahsulot o'zimizni xususiy hujayralarimizni ham zararlab qo'yadi o'rtoqlar. Yallig'lanish ham bitta farqi shu. Yallig'lanish o'zimizni xususiy hujayralarini zararlamas edi. Bu endi allergiya zararlab qo'yadi. Buni hozir ikkalasini o'xshashlik va farqini ko'rib chiqamiz. Mana oddiy yallig'lanish organizmning jarohatga, infeksiyaga yoki boshqa zararli ta'sirlarga qarshi tabiiy himoya javobi ta'rifi. Bu jarayonda immun hujayralar zarar yetgan joyga kelib, uni tuzatishga harakat qiladi. Ya'ni tuzatadi. Oddiy yallig'lanishda belgilari shish, qizarish, issiqlik, og'riq, funksiya buzilishi. Ya'ni bundan oldingi mavzuda ko'rdik. Sels Galen pentadasi haqida gap ketdi hozir belgilarida. Xo'p, allergiya. Allergiya bu organizmning normaldan zararli bo'lmagan moddalarga, masalan, changga, gulchangiga, ba'zi ovqatlarga nisbatan haddan tashqari immun javobi. Immun tizimi bu moddalarga xuddi xavfli patogen kabi reaksiya bildiradi. Ya'ni reaksiya beradi. Hamma organizmda emas, ba'ziga organizmda bor allergiya bo'lib ketadi. Ya'ni yoqmaydigan dukkakli mahsulotlar yeb qo'ysa, ovqatlar, gulchangiga shunaqa holatlar kuzatiladi. Belgilari: burun bitishi, qichishish, toshmalar, ko'zdan yosh oqishi, ba'zan og'ir allergik reaksiyalar anafilaksiyaga sabab bo'lishi ham mumkin. O'rtoqlar, o'xshashliklari ikkalasi ham immun tizimi ishtirokida rivojlanadi. Ya'ni immun tizim qatnashadi ikkalasida ham. Ikkalasida ham shish, qizarish va boshqa yallig'lanish belgilarini ko'rishimiz mumkin. Bu o'xshashliklari ekan demak. Endi farqlari haqida gaplashamiz. Farqlari: oddiy yallig'lanish zararlangan to'qimalarni tiklash uchun kerakli va foydali jarayon hisoblanadi. Oddiy yallig'lanish, aytdik, foydali bu. Allergiya zararsiz moddalarga nisbatan keraksiz va ortiqcha immun javob organizmga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Zarar yetkazadi ham o'rtoqlar. Ikkalasini farqi shu. Yallig'lanish foyda keltirsa, allergiya yomon, ya'ni gipersezuvchanlik bu o'zimizni normadagi hujayralarni ham zararlab qo'yishi mumkin. Oddiy yallig'lanish sababi infeksiya, jarohat bo'lsa, allergiya sababi allergenlar, gulchangi, undan tashqari oddiy chang, oziq-ovqat mahsulotlari yuqorida ham ko'rdik. Allergen bu allergiya chaqiruvchi antigen hisoblanar ekan demak. Xo'p, kelib chiqishiga ko'ra bu qanday klassifikatsiya qilinadi? Eksogen hamda endogen bo'lishi mumkin. Xo'p, eksogen organizmga kirish usuliga ko'ra ingalyatsion, ya'ni nafas yo'llari orqali, alimentar usul orqali kontakt bo'lishi mumkin, infeksion allergenlar bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisi manbasiga ko'ra uy xo'jaligi, o'simlik, ya'ni uy changlari, hayvon mahsulotlari, har xil it, mushuklardan o'tadigan, sanoatda formalin hamda benzol, ovqatlar, dorilar, gulchanglari, epidermal, ya'ni hayvonlar yungidan o'tishi mumkin ekan. Bu eksogenga kirdi. Eksogenni ham ikkiga bo'ldik. Bu organizmga kirish usuliga ko'ra hamda manbasiga ko'ra. Endogencha tabiiy va o'zgargan bo'lishi mumkin bu. Hop.
Tabiiy allergenlar e, gistogematik baryerlar bilan himoyalangan bo'ladi. Ya'ni tabiiy allergenlar nima bizni organizmimiz desak, asosiy gistogematik baryerlar bu gematoensefalitik baryer, qon va miya o'rtasidagi himoya, miya va orqa miya hujayralarini himoya qiladi. Ya'ni mana bu qon tomirmi, qon oqimimi, bu yerda baryer bor. Bu esa bu taraf miya o'rtoqlar. Aynan mana shu gematoensefalitik baryer deyiladi. Gematooftalmik baryer ko'z, qon va ko'z to'qimalari o'rtasida ko'z ichidagi nozik tuzilmalarni himoya qiladi bu baryerimiz. Gematoensefalitik baryer qon va urug' chiqaruvchi yo'llar, ya'ni testik to'qimi o'rtasidagi baryer hisoblanadi. Spermatozoidlarni himoya qilib turadi ekan demak. Gematotestikulyar baryer. Xo'p. Gematotrioid baryer bu nima? Qon va qalqonsimon bez o'rtasidagi qalqonsimon bez hujayralarini himoya qiladigan baryer hisoblanadi. Gematokoxlear baryer qon va ichki quloq, ya'ni koxlea o'rtasidagi baryer hisoblanadi. Eshitish va muvozanat tizimini himoya qiladi. Aynan o'sha yerdagi tuzilmalarni saqlab turadi. O'rtoqlar, himoya qilib turadi. Endi bu baryerlar nimaga bunday deyilyapti o'rtoqlar? Aynan mana shu immun hujayralari buni tanimaydi. Immun hujayralar qon oqimida aylanib yuradi. Barcha organlarimizni shu tanib o'zimiznikiga tegmaslikka harakat qiladi. Lekin bu aytyapmiz qon oqimi bilan shu miyani, mana gematoensefalitik baryer misolida aytay, miyani o'rtasidagi to'siq. Bunga alohida qon oqimi kiradi. Bunga umuman immun hujayralari yoki boshqa mahsulotlar kirmaydi. Agar endi mana shu to'siq zararlanadigan bo'lsa, bu yerdan o'tib miyaga shuni zararlab qo'yishi mumkin. Demak, bu tabiiy allergenlar hisoblanyapti. Agar bu baryerlar zararlansa, limfatsitlar, ya'ni T va B hujayralar va antikorlar bu himoyalangan to'qimalarga o'tadi. O'rtoqlar, himoyalangan to'qimaga o'tdi. To'qimaga immun tizimi hujum qiladi, chunki u to'qima begona sifatida ko'riladi immun hujayralarimizga. Natijada avtoimmun kasallik yoki og'ir yallig'lanish rivojlanishi mumkin. O'rtoqlar, eng kerakli organlarimizga o'tib ketib qolyapti. Ko'ryapmiz, miyaga, ko'zga, jinsiy a'zolarga, qalqonsimon bez. O'rtoqlar, juda ham xavfli bu. Allergik reaksiyalar klassifikatsiya qiladigan bo'lsak endi, o'rtoqlar, allergen va effektor immun sistema o'zaro ta'sirining joyi va xarakteri bo'yicha Kumbis-Jeyley bo'yicha klassifikatsiya qilamiz. Birinchisi anafilaktik reaksiya deyiladi. Ikkinchi tipi sitotoksik reaksiya deyiladi. Sitotoksik, anafilaktik. Uchinchisi immunokompleks reaksiyasi. To'rtinchi tipi bizda gipersezuvchanlik sekin tipi deyiladi ekan demak. O'rtoqlar, mana shu 4 ta tip bor. 4 ta tipni batafsil gaplashib chiqamiz. Bugun sizlarga allergiya haqida umumiy ma'lumotlarni hamda mana bu birinchi tipni berib o'taman. Mavzuyimiz juda ham kattalashib ketadi. Shunga tez gapirishga harakat qilyapman, cho'zilib ketmasin. Demak, o'rtoqlar, 4 ta tipi bor ekan, ularni ko'rib chiqdik. B, ya'ni ikkinchisi allergen kelib chiqishiga ko'ra ekzogen allergen chaqiruvchi allergik reaksiyalar hamda avtoallergik reaksiyalarga bo'lishimiz mumkin ekan. Endi bizda mana bu D variant birinchi kelibdi. Patogenezi bo'yicha gumoral tipdagi allergik reaksiyalarga bo'linadi. Ya'ni gumoral tipdagi allergik reaksiyalar birinchi, ikkinchi, uchinchi tip. Endi hujayraviy tipdagi allergik reaksiyalar 4-tip. Nima sababdan bunga bo'lganimizni shu har bir bilan alohida gaplashayotganimizda tushunib olasiz. Uchinchisi, 4-tinchisi bizda klinik belgilar bo'yicha Cook klassifikatsiyasi. Ya'ni tez tipdagi allergik reaksiyalar, bular ham birinchi, ikkinchi, uchinchi tipdagilar tez tipdagi allergik reaksiya hisoblanadi. Endi 4-tip allergik reaksiya esa sekin tipdagi allergik reaksiya hisoblanadi o'rtoqlar. Demak, klassifikatsiyasini ham ko'rib chiqdik. Endi yana biz ko'ramiz tez tipdagi allergik reaksiya bilan sekin tipdagi allergik reaksiyaning nima farqi bor. Allergen sezuvchi organizm kontaktdan keyin darrov yoki 15-20 daqiqadan so'ng namoyon bo'ladi. Bularga anafilaktik shok, bronxial astma, o'simlik gulchangiga allergiya.
Demak, o'rtoqlar, anafilaktik shok, gipersezuvchanlik birinchi tipi, ya'ni allergiyani birinchi tipida yaqqol misol bo'la oladi mana shu anafilaktik shokni. Endi uni ichiga mana bu bronxial astmalar ham kirib ketadi. Demak, tez tipdagi allergik reaksiya bu. Keyingisi sekin tipdagi allergik reaksiya. Allergen va sezuvchi organizm o'rtasida aloqadan 24-48 soat, ya'ni 1-2 sutka o'tgandan so'ng yuzaga keladi. Bularga tuberkulin sinamasi, ya'ni tuberkuloz, undan tashqari transplantatni ko'chirib o'tkazish reaksiyasi. Bu biroz xavfliroq o'rtoqlar. Sekin tipdagilar tez tipga qaraganda allergik reaksiya quyidagi bosqichlarda kechadi. Eng muhim qismlari o'rtoqlar, eng muhim qismiga keldik. Mana shu yerda fokusni faqat menga qaratib turing. Birinchisi immunologik bosqich, keyin patokimyoviy bosqich, keyin patofiziologik bosqich. Immunologik bosqich qisqacha aytaman. Demak, organizmga shu antigen tushgandan keyin immun sistemamiz qo'zg'alishi. Patokimyoviy bosqich mana shu qo'zg'alishga javoban turli xil mediatorlar ishlab chiqarish. Patofiziologik bosqich esa endi unda kechadigan klinik holatlar o'rtoqlar. Aynan mana shu qisqacha. Endi bu allergik reaksiyalarning quyidagi 3 ta bosqichi bor. Mana shu 3 ta bosqichni hozir chiroyli qilib tushuntirib beraman. Har bitta tipda, masalan, gipersezuvchanlik birinchi tipida ham, ikkinchi tipida ham, uchinchi hamda to'rtinchi tiplarida ham mana shu 3 ta bosqich orqali uchalasini tushuntirib beraman, barcha tipni. Shunga hozir yaxshilab tushunib oling, qanday mexanizmlar bo'lishini. Keyin bosqichma-bosqich o'rganishda umuman mutlaq qiynalmaysiz. Demak, boshladik. Birinchisi immunologik bosqich asosida organizm sensibilizatsiyasi yotadi. Ya'ni immunologik bosqich asosida nima yotar ekan? Sensibilizatsiya. Sensibilizatsiya nima? Hop, sensibilizatsiya lotincha sensibilis sezgir degan ma'noni anglatar ekan. Bu organizmning ma'lum bir tashqi yoki ichki omilga, masalan, antigen, dori, kimyoviy moddaga orttirilgan sezgirligi oshishi jarayonidir. Ya'ni organizmimizga bitta antigen tushdi. Endi aynan mana shu antigenga nisbatan organizmda sezgirlik ortdi. Aynan mana shu sensibilizatsiya hisoblanadi. Ya'ni immunologik bosqichni mohiyati sensibilizatsiya ekan. Hop, immunologik sensibilizatsiya. Organizm birinchi marta antigenga duch kelganda unga nisbatan immun javob shakllantiradi. Takroriy duch kelganda esa kuchliroq va ba'zan patologik reaksiya paydo bo'lishi mumkin. Masalan, allergik deb ketilyapti bu yerda, patologik o'rniga allergik reaksiya bo'lishi mumkin. Masalan, siz gulchangiga yoki qanaqadir hayvoningizni erkaladingiz, uni yungidagi patogen sizga tushdi. U birinchi marta o'tganda hech nima bo'lmasligi mumkin. Organizmda shu antigenga qarshi sensibilizatsiya, ya'ni immun javob shakllanadi, lekin uni yana bir marta erkalab hayvoningizni erkalaganingizda uni antigeni sizga o'tgandan keyin aynan mana shu takroriy duch kelganda esa kuchliroq va ba'zan patologik reaksiya paydo bo'lishi mumkin ekan demak. Allergiyada sensibilizatsiya. Allergik kasalliklarning rivojlanishi uchun dastlabki bosqich hisoblanadi. Sensibilizatsiya bosqichi hisoblanar ekan demak. Organizm allergen bilan birinchi marta kontaktga kirganda immunoglobulin E tipidagi antitanalar hosil bo'ladi. Keyingi kontaktda esa allergik reaksiya rivojlanadi ekan demak. Buni mexanizmini batafsil ko'rib chiqamiz o'rtoqlar, pastroqda berganman, quyida berib o'tganman. Hozir nazariy mavzuni mohiyatini ochib beray sizlarga. Sensibilizatsiyaga sabab bo'luvchi omillar nimalar bo'lishi mumkin? Bakteriya, viruslar, kimyoviy moddalar, masalan, dori vositalari allergiya berib yuborishi mumkin. Yoqmagan shu proba bilan qilinadigan dorilarda agar shu shifokor xatosi bo'ladigan bo'lsa, allergik reaksiya ketadi o'rtoqlar, juda yaxshi bilasiz. Oziq-ovqat allergiyalari bo'lishi mumkin. Chang, polen, hayvon tuklari va boshqalarni ham misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Ya'ni sensibilizatsiya organizmni sezuvchanligini ortishiga. Hop. O'rtoqlar, boshladik endi immunologik bosqich. Nima bu? Bu bosqich allergenning organizm bilan birinchi aloqasidan shu allergenning keyingi ta'sirigacha bo'lgan davr. Ya'ni organizmga bitta allergen tushdi, u
shu organizmda qanaqadir jarayonlar ro'y berdi. Endi yana takroran ikkinchisiga shu allergen tushdi va uni keyingi ta'sirigacha bo'lgan davr ekan. Bundan keyingi davr patokimyoviy o'tib ketadi o'rtoqlar. Demak, birinchi marta tushishi, organizmda immunologik jarayonlar bo'lishi, keyin u yana ikkinchi marta tushishi, shu bilan allergik reaksiya boshlandi. Demak, allergen qayta kirganda odatda u effektor immun sistemasi, ya'ni antitana yoki T limfosit bilan ta'sirlashadi o'rtoqlar. Bu ketdi. Patokimyoviy. Endi keyingi bosqich. Ikkinchi bosqichga biz patokimyoviy dedik. Patokimyoviy bosqich. Bu bosqich allergen va effektor immun sistemasi qayta o'zaro ta'siridan keyin boshlanadi. Ya'ni qayta o'zaro ta'siridan deyilyapti. Mana bu allergen, effektor immun sistemasi birinchi marta duch kelganda emas, ikkinchi marta duch kelgandan keyin boshlanadi. Shu yergacha biz immunologik dedik. Keyin patokimyoviy boshlandi. Biologik aktiv moddalar, ya'ni mediatorlar, BAM qisqartmasi BAM bo'ladi o'rtoqlar. BAM keldimi, biologik aktiv modda. BAM hosil bo'lguncha davom etadi. Ya'ni BAMlar ajrab chiqdi. Shu patokimyoviy bosqich. Bu bosqich asosida allergik reaksiya mediatorlarining hosil bo'lishi, chiqarilishi va aktivatsiyasi yotar ekan demak. O'rtoqlar, aynan mana bu yerda batafsil tushuntirganman. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Antigen bizda antigen prezentatsiya qiluvchi hujayra. Organizmga birorta bir shu antigen tushgandan keyin bu antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar nima bo'lishi mumkin? Makrofag, plazmatik hujayra deylik. Bu antigenni oladida, endi MHC2 oqsili bor. Bu haqida juda ham ko'plab gaplashdik oldingi darslarda, yallig'lanishda, isitmada ham gaplashib o'tdik. MHC2 antigenni prezentatsiya qiladida, mana bu T hujayraga uni taqdim etadi. T hujayra TCR shu retseptor orqali MHC2 dagi mana bu antigenni taniydi. Undan tashqari yana bu KD4 orqali ham buni tanishi mumkin. Undan tashqari mana bu bizdagi antigen prezentatsiya qiluvchi interleykin 4 orqali mana bu T hujayraga ta'sir ko'rsatishi ham mumkin ekan demak o'rtoqlar. Keyin T hujayra aktivlanadi. Uni olgandan keyin TH2 hujayraga aylanadi, ya'ni antigenni tanib oldimi, endi u nima bo'ladi? TH2 aktivlanishi kerak. Aktivlangandan keyin nima bo'ladi? U o'zidan interleykin 4, interleykin 5 larni sintez qilishni boshlaydi. Undan tashqari shilliq qavatiga ta'sir ko'rsatadi. Shilliq ajralishini kuchaytiradi, ya'ni mukoz hujayralar shilliqni sekresiya qilib berar edi. Endi nima bo'ladi? Ezinofillar. Ezinofillarimiz interleykin 5 ezinofillarga ta'sir ko'rsatadi, bularni aktivlab yuboradi. U o'zidan endi turli xil mediatorlar sintezlay boshlaydi. Interleykin 4 hamda 5 proliferatsiya hamda differensirovka qilib beradi aynan B hujayrani. Interleykin 4 hamda interleykin 5 B hujayraga ta'sir ko'rsatadi, uni aktivlab B xotira o'rtoqlar pastroqda ko'rib chiqamiz, ya'ni B xotiraga hamda plazmatik hujayraga aylantiradi. Endi plazmatik hujayra nima qiladi? O'zidan immunoglobulinlar sintezlay boshlaydi. Immunoglobulin E, immunoglobulin M, immunoglobulin G'larni sintezlay boshlar ekan demak. Keyin bular nima qiladi? Bular boradida o'zini mana shu antigenga borib turib, yuzasiga o'tirib oladi. Yuzasiga o'tirib olgandan keyin u yerda juda ham zo'r jarayonlar ketadi o'rtoqlar. Aynan nima bo'ldi hozir bizda organizmda mana bu mediatorlar ajralib chiqishigacha bo'lgan bosqich bizda immunologik bo'ldi o'rtoqlar. Mana bu antigen ikkinchi marta tushdi. MHC2 orqali bu antigenni prezentatsiya qilib berdi T hujayraga. T hujayra aktivlanib o'zidan biologik aktivlangandan keyin o'zidan turli xil mana bu interleykin 4, interleykin 5 larni sintezlay boshladi. Endi bular sintezlangandan keyin nima bo'ldi? Organizmda biologik aktiv moddalar sintezi amalga oshyapti. Demak o'rtoqlar, shu yergacha bo'lgan mexanizmni ko'rdik. Undan keyingisi bizda patofiziologik bosqich. Bu bosqich allergik reaksiya mediatorlarining organizm to'qima va hujayra strukturalariga ta'siri bilan
boshlanib klinik belgilar namoyon bo'lguncha davom etadi. Ya'ni mediatorlar ajralishi bizda patokimyoviy bosqich edi. Endi mediatorlarning organizmga, to'qimaga, hujayraga ta'siri u patofiziologikka kirib ketar ekan demak. Uning asosida organizm struktura va funksional buzilishlari yotadi. Yana ko'rib chiqamiz, antigen plus organizm sensibilizatsiya bo'ldi, allergen qayta kirdi. Qayta kirgandan keyin allergik reaksiya boshlanishi, BAM hosil bo'lishi, ya'ni biologik aktiv modda hosil bo'lishi kuchaydi. Klinik belgilar namoyon bo'ldi. Demak, qisqartmasi shu ekan o'rtoqlar. Mana bu jarayonlar ham barchasi tushunarli bo'ldi. Endi sizlar bilan birinchi tip allergik reaksiya haqida gaplashamiz. Birinchi tip allergik reaksiya. Hop, antitana semiz hujayra yuzasiga fiksatsiyalangan bo'ladi. Antigen erkin holatda. O'rtoqlar, antitana semiz hujayramizni, mana bu semiz hujayra, mana bu yerda tasvirlaganman. Mana bu yerga shu birikkan holati turibdi. Endi antigen kelib turib, shunga o'tiradi. Undan keyin qanaqadir jarayonlar ro'y beradi. Bular haqida gaplashib chiqamiz. Demak, yodlab oling, antitana semiz hujayra yuzasiga fiksatsiyalangan bo'ladi. Birinchi tipda, ya'ni kelib yopishgan, o'tirgan bo'ladi. Antigen erkin holatda. Hop. Anafilaksiya immunizatsiya natijasida yuzaga keladigan antigen ta'siriga chidamlilikning kamayishi. Ya'ni birinchi tip gipersezuvchanlik, ya'ni allergiya birinchi tipini biz nima dedik? Anafilaksiya deb aytdik, anafilaksiya bosqichi dedik. Hop, birinchi tip allergik reaksiya bosqichlari, buni ham immunologik bosqich, patokimyoviy bosqich, patofiziologik bosqich. Bekorga aytmadim, yuqoridagi 3 bosqichni hozir tushunib olgan bo'lsangiz, bu yog'i endi unaqa murakkab bo'lmaydi siz uchun. Demak, o'rtoqlar, boshladik. Birinchi tip allergik reaksiyani mexanizmi. Birinchi tip allergik reaksiyada organizmga tasavvur qiling, antigen tushyapti-da, u endi hujayralarimizga ta'sir ko'rsatib, hujayradan shilliq qavatlaridan qanaqadir nafas orqali o'tib kirib keldi. Unda birinchi navbatda antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralarimiz borishadi, uni olishadi o'zlariga, qabul qilib, uni geni orqali, masalan, plazmatik hujayralar antigenni oldi. Keyin antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralarga aylanib nima qiladi? Buni yana mana bu holatda T hujayralarimizga, yuqoridagi holat T hujayralarimizga beradi, taqdim etadi. Bu qanday shu retseptor orqali sezayotganda o'rtoqlar, yuqorida ko'rib chiqdik. Mana bu MHC2 bo'ladi. Bu yerda yozib qo'yish esdan chiqib qolibdi. MHC2 orqali antigenni prezentatsiya qilib beryapti. Natijada T hujayramiz aktivlandi. Aktivlangandan keyin bu xotira hamda bu ham T aktivga aylandi. TH2 aktivga aylanib ketdi. Endi yuqorida ko'rdik, TH2 aktivlangandan keyin nima bo'lardi? Buni jahli chiqardi, o'zidan turli xil interleykin 4 hamda interleykin 5 larni sintezlar edi. Endi bularning funksiyasini nima dedik? Yuqorida ko'rdik. Interleykin 4 hamda 5 lar boradi-da, mana bu B hujayrani aktivlab yuborar edi, ya'ni bir limfositni. Nima qiladi endi u? U B xotira hamda plazmatik hujayraga aylanadi. Bu aynan mana shu jarayon o'rtoqlar, aktivlanishi B hujayrani ham 9 ga 1 nisbatda deyilgan. Masalan, bundan 9 ta plazmatik hujayradan 9 ta B xotiradan bitta hosil bo'ladi. Endi xotirani hosil bo'lish ham o'ziga yarasha ahamiyatga ega. Endi mana bu plazmatik hujayralar aktivlandimi? Endi nima bo'ladi? Plazmatik hujayra aktivlangandan keyin interleykin 4-5 lar tomonidan u o'zidan mana bu immunoglobulinlar sintezlay boshlaydi. Mana shu immunoglobulin o'rtoqlar. Ko'ryapsiz? O'zidan plazmatik hujayra immunoglobulinlar sintezlay boshladi. Keyin nima bo'ldi? Keyin u immunoglobulinlarimiz bordida shu bizdagi immun hujayralari, masalan, neytrofilga yoki makrofagga borib o'tirib oldi. Neytrofilga borib o'tirdi. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Endi o'tirgandan keyin buni mana bu tuzilmani o'rtoqlar hozir ikkita qismi bo'ladi. FAB 2 qismi, ya'ni mana bu qismi FAB 2, mana bu ikkita tarafdagi. Bu esa oldin ham aytganman,
Fs oqsili, ya'ni Fs qismi. Hop, bu orqali mana bu immun hujayrasiga o'tiradi. Mana bu FAP2 orqali esa antigenni mana shu holatda sezadi. Ya'ni antigenni FAP2 qismi orqali o'ziga o'tkazib oladi. Demak, o'rtoqlar, bizda yuqoridagi rasm kelib chiqdi. Mohiyatini aytib o'tdim-ku, mana. Mana bu yerda antitana semiz hujayra, ya'ni makrofagning yuzasiga fiksatsiyalangan bo'ladi, ya'ni o'tirgan bo'ladi. Antigen erkin. Mana bu antigen. Bu esa antitana sintezlandi, immunoglobulin E. Aynan mana shu jarayon bizda amalga oshdi. Antigen kelib bunga o'tirdi. Bu esa aktivlandi, yadroga buyruq beradi-da. U endi o'zidan turli xil BAM moddalar sintezlay boshlaydi. BAM moddalar nima? Gistamin, serotonin, prostaglandinlar, leykotrienlar, eozinofil hemotaktik faktorlari, trombotsit aktivlovchi faktorlar barchasini sintezladi. Demak, o'rtoqlar, mana shu sintezlangangacha bo'lgan jarayon bizda patokimyoviy bosqich hisoblanadi. Mana bu yergacha bo'lgan jarayon esa mana bu organizmga qayta tushdi. Qayta tushgandan keyin bu T hujayraga aktivladi, T hujayraga ta'sir ko'rsatdi, bu olib aktivlandi. Aktivlangan T hujayramiz o'zidan mana bu moddalarni sintezladi. Bu B hujayrani aktivlab berdi. Aynan mana shu qayta tushib aktivlangangacha bo'lgan bosqichi bizda birinchi bosqich, ya'ni immunologik bosqich bo'ladigan bo'lsa, mana bu gistamin, serotonin shularni ajralishi bizda ikkinchi bosqich, ya'ni patokimyoviy bosqich hisoblanadi. Demak, o'rtoqlar, bu qism tushunarli bo'ldi. Endi uchinchi patofiziologik bosqich, mana shularni organizmga ta'siri, qanday ta'siri hamda klinikasi, bu uchinchi bosqich patokimyoviy hisoblanadi. Endi har bitta mana bu biologik BAM, ya'ni biologik aktiv moddani organizmga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Juda ham zo'r ta'sir ko'radi. Hozir ko'rishlaringiz mumkin. Immunologik bosqich. Allergen birinchi marta tushganda organizm sensibilizatsiyasi, patokimyoviy bosqich, semiz hujayra, yallig'lanish mediatorlari, allergik reaksiya. O'rtoqlar, qisqacha qilib aytganda, konkret gapirilyapti bu yerda. Yuqorida hozir chizib ko'rsatdim-ku. Allergen birinchi marta tushganda organizm sensibilizatsiyasi, patokimyoviy, semiz hujayramiz. Qaysi hujayra? Mana bu qaytamiz, mana bu hujayra. Aynan mana shu yerga urg'u berilyapti. Semiz hujayra, yallig'lanish mediatorlari, BAMlar, yuqorida ko'rdik, BAM, keyin allergik reaksiya boshlandi. Aynan mana shu. Endi patofiziologik klinik belgilar namoyon bo'lishi, bunda anafilaktik shok ham rivojlanishi mumkin. Birinchi tip gipersezuvchanlik, ya'ni allergik reaksiyada. Hop, bu bosqichda quyidagi, ya'ni patokimyoviy patofiziologik, uzr kechirasizlar, patofiziologik bosqich haqida gaplashyapmiz. Bu bosqichda quyidagi BAM mediatorlari ajrab chiqdi. Ajrab chiqqandan keyin ularning ta'siri qanday bo'ladi? Mana bu yerda ham xuddi shu jarayon ko'rsatilgan. Yuqorida aytib o'tganim, mana bu semiz hujayra, immunoglobulinlar kelib, immunoglobulin E o'tirib oldi, antigen kelib bunga o'tiradi. Keyin bu o'zidan gistamin, shunga o'xshash serotonin barchasini sintezlay boshladi. Bu yerda gistaminga urg'u berilibdi. Bronxial astma tushuntirilgan menimcha. Yaxshi, gistamin bronxdagi H1 retseptorlariga ta'sir qilib, silliq muskullarni qisqartiradi. Ya'ni bronxdagi retseptorlarga ta'sir ko'rsatar ekan, H1 retseptorlariga silliq muskullarni qisqartiradi. Hop, qon tomirlaridagi H2 retseptorlariga ta'sir qilib, ularni kengaytiradi va o'tkazuvchanligini oshiradi. Natijada edema, shish, tarvoq, ya'ni tarvoq kelib chiqishi mumkin ekan demak. Edema, shish ham kuzatilar ekan. O'rtoqlar, gistaminning funksiyasini ko'ryapsiz. Silliq muskullarni qisqartirib, spazmga olib kelib qo'yadi. Ya'ni gistamin shu bronxni endi bronxospazmga sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana bunday bu muskullarni qisqartirib H1 retseptorlari orqali bronxlar qisilyapti, qon tomiridagi H2 retseptorlarga ta'sir ko'rsatib, shish, shu qanaqadir kasalliklarga sabab bo'lib qolyapti gistamin. Demak, gistaminning ta'siri ketdi. Serotoninchi silliq muskullarni qisqartiradi, bu ham vazodilitatsiya, ya'ni qon tomirni kengaytiradi, vazokonstriksiya bo'lsa teskarisi. Kapillyarlar o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi, ya'ni kapillyarlardagi endi suyuqlik
nima qiladi? To'qimaga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni bronxga shu bronxial astmada suv to'planib qolishi mumkin. Undan tashqari prostaglandin D2 mukoz, ya'ni shilliq ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Bronxospazm chaqirib qo'yadi. Bu ham o'rtoqlar, bu ham bronxospazmga sabab bo'lishi mumkin ekan. Ezinofil hemotaktik faktori ezinofillarni jalb qiladi. Ezinofillar bilamiz, fiziologiya darslarimizda ham aytib o'tganman, asosan allergiya bo'lganda yetib keladi deb. Ezinofillar ajratadi nima? Gistaminaza hamda aril sulfataza. Gistaminaza gistaminni parchalaydi. Gistamin va eltini neytrallaydi ekan demak. Aril sulfataza bizda. Undan tashqari lekatrien B4 hamda lekatrien S4. Bular nima qiladi? Qon tomir o'tkazuvchanligini oshiradi. Hammasi oshirib yuboryapti o'rtoqlar. BAM biologik aktiv moddalar. Bronxospazm chaqiryapti. Hammasi neytrofillar, ezinofillar, monotitlarni jalb qilish xususiyatiga ega. Aynan shu antigen bor joyda nima qiladi? Yallig'lanishni chaqirib qo'yar ekan demak. Trombotsit aktivlovchi faktorlar, ya'ni TAF, ya'ni lekatrien hamda prostaglandinlar kabi ta'sir qiladi. Trombotsitlar agregatsiyasini kuchaytirib yuboradi. Agregatsiya, adgeziya, aktivatsiya degan narsalar bor edi. Ya'ni agregatsiya yopishishni kuchaytirib qo'yar ekan trombotsitlarni. Natijada tromb hosil bo'lishi kuzatiladi. Tromb hosil bo'lib qon tomir o'tkazuvchanligi ga ta'sir ko'rsatadi. Tromb oxir-oqibat embolga aylanib ketishi mumkin. O'rtoqlar, yomon narsa bu ham. Xo'p, anafilaktik shok ko'plab to'qima bazofillarning agregulatsiyalanishidan rivojlanadi. Qisqasi, ko'plab bazofillarni bir-biriga yopishishidan. Xo'p, bunda bronxilliq muskullari spazmi kuzatiladi. Bo'g'ilish xuruji, gistamin va anafilaksiyaning sekin ta'sir qiluvchi moddalari ta'sirida rivojlanishi mumkin ekan demak. Allergik tumov, faringit, laringit, traxeit, yuqori nafas yo'llaridan shilliq hosil bo'lishi va ajralishi ortishi natijasida kelib chiqadi. Arteriolalar kengayishi natijasida terida qizarish, allergik toshmalar, konjektivit toshishi mumkin ekan demak. Qon tomir o'tkazuvchanligi ortishi mahalliy shishni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Nerv oqirlari ta'sirlanishi natijasida qichishish, og'riq kabi holatlar kuzatiladi anafilaktik shokda demak. Bularning barchasiga BAM moddalar ta'sir ko'rsatyapti. Xo'p. O'rtoqlar, birinchi tip allergik reaksiyaga misollar keltirsak, birinchi tip allergik reaksiyalarga anafilaktik shok, bronxial astma, pollinoz, gulchangiga allergiya, eshak yemi, ya'ni krapivnitsa deyilar ekan. Eshak yemi haqida juda ham ko'plab eshitgansiz. Allergik tumov, angionevrotik shish, ya'ni kvenki shishi kuzatilar ekan demak birinchi tip allergik reaksiyada. Xo'p o'rtoqlar, allergiya birinchi qism deb nomlangan mavzuyimiz bizda gipersezuvchanlik, ya'ni allergiya haqida o'zi nimaligi, uni klassifikatsiyasi tushuntirib berdik sizlarga. Undan tashqari shu allergiyani 3 ta bosqichi, ya'ni immunologik, patokimyoviy, patofiziologikni tushuntirdik. Undan tashqari gipersezuvchanlik 4 tip bo'lar ekan. 4 ta tipdan birinchisi, ya'ni allergiya birinchi tip, gipersezuvchanlik birinchi tipini tushuntirib berdim bugun sizlarga. Bundan keyingi darslar orqali sizlarga gipersezuvchanlik ikkinchi tip, uchinchi tip hamda to'rtinchi tiplarni batafsil tushuntirib beraman. Bizdan uzoqlashmang o'rtoqlar. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilm olishdan charchamang.